ertaga o'sha Farg'ona shahrida joylashgan Ismoil aka klinikasiga olib chiqasiz. Ana yerda UZI qilamiz boshqatdan, o'zimiz UZIda. Chunki yerda UZIchimiz faqat qiladigan ishi sizdan UZI qilish. Hozir orom bormi, yo'qmi? Sizdan o'g'ri bo'lyapti. Ishga qiynalyapti. Uzatingchi oyog'ingizni, tizzani bukunchi. Qo'lni bukoring, yozing. Yozavering opajon, mayli, hech qisi yo'q. Yaxshi, tizzani bukunchi. Yozing, yaxshi. Oldingidan yaxshi lekin. Tizzani bukuring-da, buking. Yozing. Xo'p, tizzani bukuringchi. Yozing. Xo'p, endi tushing pastga. O'tirib turingchi bitta. O'tirasiz, turasiz. Mana endi e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, ikkinchi, uchinchi bosqich qo'yilgan, lekin o'tirib turish yaxshi. Endi meni fikrim bo'yicha 2-3 masagada sizga. Agar misol ikkinchi, uchinchi bosqich qo'yganda hozirgi holatda mana bundan oldingi opada holat kuchaygan ekan, o'tirib tura olmayapti. Ya'ni o'tirish bor, turish yo'q. Sizda menimcha 1-2 atrofida. Endi meni maslahatim, xo'p, analizimiz bo'pti. Ertaga o'sha Farg'ona shahrida joylashgan Ismoil aka klinikasiga olib chiqasiz. Ana yerda UZI qilamiz boshqatdan, o'zimiz UZIda. Chunki yerda UZIchimiz faqat qiladigan ishi sizdan UZI qilish, boshqa ish qilmaydi. Yerda bitta UZI qilganimizdan keyin yana ham diagnozimiz 100% aniq bo'ladi. Keyingi tizimni tuzamizda. Chunki mana kelin olyapsiz, endi haligi qishga tayyorgarlik boshlanadi demoqchiman-da, ta'mirlab olasiz. Xo'pmi opa? Ertaga olib chiqasiz, men yo'llanma yozib beraman. Bo'ldi, mana UZIga yozib qo'ydim. Mana yo'llanma. Bir o'lashda ko'rishamiz-da. O'zim ishda bo'laman. Hop, tinch bo'linglar, yaxshi aytib olinglar. Salomat bo'ling. Tinch bo'ling. Rahmat.